Men 2 yildan beri musiqa maktabida o'qiyman. Ham rubob chalaman, ham qo'shiq aytaman. An'anaviy xonandalikka qatnashaman. Bu yerda turli xil kuylar o'rganaman. Rubob milliy asboblarimizdan biri sanaladi. Bunda Seral Jurayevni bandaman. Etyud 2, Onajonim kuyi. Mana shu kuylarni chalishni juda ham yaxshi ko'raman. Tanlovlarda qatnashdim. Faxrli 2-o'rinni qo'lga kiritdim. Kelgusida maqsad qo'shiqchi bo'lmoqchiman. Milliy kuylarimizni dunyoga tanitmoqchiman.